Yok. Yok. Nechi pul qilyapti dada? Nechi pul qilyapti? 87 qilyapti ikkala uni. Ikkita bolasi bilan bitta onasi. 8700 Avval qilyapti. odamlar rasmga olishga uyalib ketyapti. 87'si. Ha, shunaqa bo'ldi. Roza o'tdi. Qiynamadi odamni qo'sh. To'g'ri. Xo'sh, oppoq soqollarning hurmati yo'qmi? Maserotida. Yaxshi pul bo'ldi. Ber odam hurmatlari yo'qmi? Oppoq soqol hurmati 87 qildi. qaysi birini? Chalovini. Yaxshi-yu. Xo'sh asgina. Bering. 9,5 bo'lsa. Ha. 9 million 400. Bering. Yo'q, unaqa bermayman bola. Yetib olaylik. Yetkazib ol. Lekin unaqa bermayman. 9,5 bo'lsa oladi. Nomerni qoldiring, qo'y bo'ladimi sizda? Qo'y bo'ladi. Necha nomer yetib qo'ying, mashina qo'ylar bo'lsa olib ketishadi. 93lik 531 0661. Bo'ldi. Dodam qiynamasdan olinglar. Ma'mimi? 11,5 million bo'ldimi? Zo'r ekan. Gap yo'q. Zotgan aka? Gap yo'q. 11,5 million oldi. Nechi pul ekan bular? 16 so'm. Nomering qoldi? Nomering qoldi? Sotilmaydi-ku. Barakasini bersin. Pul ekan qo'ylar. 1,5 ming. Assalomu Nomeringizni alaykum. qoldiring. Olib ketishar. 99lik 891 96 66. Tishi nima bo'lgan? Bu 6 tish, bu Solva bu? Ha, bo'ldi. 4 tish ekan. Demak, murojaat qilinglar. Bismillah bular. Ondan so'raymiz, so'rasi bor. Siznikimi? Ha, gapir. Nomerni qoldiring. 93 596 61 60. Mana shu nomerlarga murojaat qilasizlar. Zo'rdan zo'r shu yerda. Ishlar nima bo'lgan? Yaxshi, uzun qo'ylar ekan. Bemalol murojaat qilinglar. Sim jungidan ekan. Jungi zo'r ekan. Ha, bo'ldi. Boyga qo'y bilan turgan ekan. Sherik ekan. Bilamizlar? Bularchi? 10 million. 10 milliondan. Nomeringizni qoldiring. Hammasi bo'g'oz, yosh qo'ylar, qoldi. Keyin ona bola, bu birinchi qoring, ikkinchi qoring. Hamma ikkinchi qoring. Nomeringizni qoldiring. 99lik 185 50 40. Mana shu nomerga murojaat qilinglar. Yaxshi ekan sog'liqlar. Hammasi bo'g'oz. Zo'r ekan. Sifat. Arashanmi deyman? Gap yo'q ekan. Bozoringlarni bersin. Uka? so'raymiz, 5,5 so'raymiz. Kechgacha ko'rasizlar. 12 Tishi nima bo'lgan bularni? Bu kishi 4 tishda 6 tishga o'tadi. Buchi? Buni Sog'liqmi? sog'lom. 4 tish 6 tishga o'tayotgan ekan, bunisi 2 tishga o'tyapti. Tish ekan. Nomering qoldir uka? 99lik 635 20. Rahmat. Hurmatli obunachilar, zo'rdan zo'r shu yerda kelasizlar, kelaverasizlar. Aka, tishlar nima bo'lgan buni? Birinchi qor, ikkinchi qor. Nechi bilan nechi pulgacha? 10 million. 10 milliondan. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. 93 29 55. Bemalol murojaat qilinglar. Yiloniki sog'liqni zo'rlari shu akamda. Bular. Ha? Ha? Nechi nomeringizni qoldiring? 97lik 409 50 million. Bo'ldi, mana shu nomerga murojaat qilinglar. Qo'shqo'rlik kerak bo'lsa 3 milliondan ekan. Nechi pul ekan bu? Ona bola. 15. 15. Ikkita ekanmi? Nima sog'liq qo'chqor bolalari? Nechi kunlik? 10 kunlikdan. Nomeringlarni qoldiringlar. 97. Ha? 54 60. Mana shu nomerga murojaat qilinglar, shu sog'liq olasizlar. Zo'r ekan, menga yoqdi. Tishi nima bo'lgan aka buni? 3-chi qor. 3 qorin ekan. Bilan bular. Nomeringizni qoldiring, olib ketishadi. Telefon qilib. Yo'q, aslida. Bordir yana. Bo'ldi. Nechi pul ekan? Shu yarimdan kabi bor. Mana shularmi? Nomeringiz nechi? 99 080 58 07. Mana shu nomerga murojaat qilinglar. 12 qo'yib bo'ladi.
Assalomu alaykum. Mana sizga. 8,5. Nomering qoldi. 95 335 50 80. Buni nech pul ekan? 10 million so'rayapmiz. Birinchi tug'ishimi? Birinchi qori. 10 million. 10 million. Bolasi erkak? Bola erkak. Nomeringiz? 99 lik. 092 91 28. Nomeriga murojaat qilasizlar, siz uchun harakat qilamiz. Ko'chat, ko'chat. Ko'chat ekan. Mana qarang. Qaysi joyni